Karnivay gnil deydi bana kasallikni. Tomir chirishi. Buni hozir shu yerda qo'ygan ekanlar. Uydagilar tushunishmaganda. Xuddiki ko'karib ketadiganday o'zi bu tugagan bu. Ularni ham joni kam. Azarayında şunu tiyini toprak saldım. Ondan keyin fitosparin, korin damarındagi tomir chiritayotgan bakteriyalarga qarshi kurashayotirman. Buyoqlarni ham hammasini toprak uyib chiqdim. Avvalgi holati bu yoqdag'indi yani. Mana shunday edi. Avvalgi holat. O'zi bunda ham boshlag'ayni. Kasallik. Onam sen shuni tomir chiqajak bo'lib turibdi, tomir. Shuni ko'mib bersang sho'rachin. Tomir toza tomir chiqarib ketadilar. Toprak yo'q bo'lgandan keyin turibdi bu yerda tomir chiqa olmay. Shuni bu yerini ketmanlab toprak uyish kerak, ana shunchalik qilib. Ana shu yerdan uyish kerak toprak, mana shunday uyib. So'ng mana bu kasallikka qarshi dori quyib berish kerak. Korin, fitosparin yoki bo'lmasa Privikor. Enerjisi bor Privikorni o'zi ridamil bilan aralashtirib, rastor qilib, har bir tipga 200-250 gram quyish kerak. Mana bu bodringimiz yana. Bunday holatda o'rdiramiz endi. Buyoqqa ishlab berib qo'yadigan joyi meni. Toprakni shunday uyish kerak. Mana o'sha bodringlar kelib boshladi. Tuyib boshladi. Tomir chiqaraman deb turibdi bular. Faqat ko'mib berish kerak. Mana shuni ko'mib qo'ysa, tomir chiqarib ketadi va palak sog'lom o'sib ketadi.